Hurmatli aka-ukalar, xonadonning narxi bilan bozor narxini bugungi bozorga solishtirib olaylik mana. Xonadon arzonmi, bozor arzonmi? Mana bexijolat qay arzon bo'lsa, o'shanga qarab harakat qilaverasizlar. Yangiqo'rg'on tumani Chorva bozoridamiz. Buqalar safidan syomkamizni boshladik. O'spirin buqacha narxini nechga aytyapsiz? Aka bo'yi 1.18. 1.18. 15 ga olishaverdi. 15 ga kami bor. Pulga kelishadi. Bozor qancha beryapti? Bozor 17 beryapti. 17 million savdosi bo'lyapti. 17,5 bo'lsa toptarik. 17,5 savdosi bo'lyapti. Bormi yana? Maydalari bor aka. Maydalari bor. Maydalari qanchadan? Shuni o'tadi 1 ming. Buning hurmatli aka-ukalar, bozor o'tkazmay ko'ringlar, bozor zo'r bo'lgan. Mana xudo xolisa video davomida barchasini ko'rib borasizlar. Bu uchalasini nech puldan aytyapsiz? uchalasini aka 10,5 dan bo'lsa bo'p bor aka. 10,5 dan bo'lsa bo'p bor aka deyilyapti akalar. Bo'yi 1 metr. Bo'yi 1 metr keladimi, qiynaladimi? 97 keladi. 97 dan 95 95 dan to'g'raylik. 95 dan. Telefon nomerini ayting. Mana maydan bu ishda. Ha. Bular qanchadan bular? Bular 12 dan emas, 11 dan keldi. Men bilan gaplashing. 11 dan kam bor. Bo'ylari 90-95 atrofida bo'y bor. 95 plus aka. Bularning 11 dan kam bor. Tamam. Qanchadan bo'lsa beramiz? 10,5 oltitasi bir yerga bo'lsa bobbar aka. 10,5 dan oltitasi bir joyga bo'lsa bobbar aka deyilyapti. Telefon nomerini ayting. Nomerlarimiz 94 493 87 Fozil akaga like bosib qo'yinglar. Videoni o'tkazmay ko'ringlar. Bozor oxirida ham uzoqroq syomka qilganmiz. O'spirin buqachalarni. Bozor oxirida o'spirin buqachalarni juda ko'p syomka qilganmiz. Narx solishtirib, aytilgan nomerlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mana qay arzon, qay qimmat bu yog'i o'zingizga havola. Qayerdan mol olish? Hurmatli aka-ukalar, biz boshladik, like bosib qo'ying. Semiz buqalardan boshlaymiz hozir. 59,500 so'mdan sotilgan novosimiz barakasi bo'ldi. Mana shular taroziga chiqadi. Taroziga 59,500 so'mdan mana shu novosimiz realni baraka bo'ldi. Maşallah. Mana geldi. 700'ü içine var ki. 700 euro. Hazırlar. Orada mı var mıydı mı? Ne böyle? Orada. 700. Araçta da. 20 kilo var mı? Oyna bitti mi? Oldu. Ya 720-30 abada novasılar falan. Turu vermeyedi de. 720-730 bu yağda kep kalan. Hazır bilemiz. Neçile yiyelim. Maşallah 746 kilo. Lan 730 kilo, 720 kilo yep olsa gireydi oğlum. 59,500 so'mdan real sotilgan novosimiz aziz obunachlar. Gördünüz mana barakasi bo'ldi. %45 kilo, 46 kilo. 746 kilo geldi. Aziz obunachlar, ay canavar. Bo'l 59,500 so'mdan. 740 kilo. Mana 746 kilo. Şey aşağı mı? Canavar. Joyga bag'lagan olib ketishdi. Yaxshi keldi. Boqqan olishdi eng qizig'i bor-ku, boqishar ekan aziz obunachlar. Bo'ylari 150 atrofida mana olib ketishdi bozordan. Assalomu alaykum Fozil YouTube kanalining hurmatli obunachilari. Bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan aka-ukalar, chorvadorlar, buqa ishqibozlari, semiz, boqma, o'spirin, yosh buqacha ishqibozlari. Bugun sizlar uchun Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani Begobod Chorva bozorida mana semiz buqalar safidan video syomkamizni boshladik. Yosh o'spirin buqachalarni tugatamiz. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'ring, fikr mulohazangizni kommentariy yozib qoldiring. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bugungi sana do'stlar
3-may haftaning xudo xolasa shanba kuni 2025-yil. Haftaning har shanba kuni Namangan viloyati Begobod tumani, Yangiqo'rg'on tumani Begobod chorva bozori bo'ladi. Qiziqqanlar xudo xolasa bozori to'liq manzil lokatsiyasi bizning Telegram kanalimizda bo'ladi. Telegram kanalimiz orqali shu bozorimizga tashrif buyursanglar bo'ladi. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Video rolikni boshlaymiz. Like bosib qo'yishni unutmanglar. Like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Ketdik, sekin ko'rsatib ko'ramiz. Bular kimdan akalar? Mana ular. Kimiki aka? Uchalasi ham, ha? Hech bir aytyapsiz ikkovini. Katta kim? Qanday akangiz? Akangiz qaydalar aka? O sizdanmi aka? Siznikimi? Puli qancha puli? 50 million? Har biri, ha? Ikkitasi. Qaysi 45, qaysi 50 aka? Qaysi 50? Simental 50 million. Shved 45 million. So'rashdimi? Tarozi 59 dan. Tarozi 59 dan berilmadi. Novoslarimiz nechtadan bor aka? 700 kiloga qiynaladi o'zimiz-a. Kelasi ham qiynaladi. 700 kiloga novoslarimiz qiynaladi. O'tiring aka, o'tiring bemalol. Xo'p. Ozginadan kelasi qiynaladi. Lekin novoslarni 50 millionga 45 million kam bor aytilyapti. Bo'ylari 1.45 atrofida. Biri simental, ikkinchisi shved. Aka qancha vaqt turdi bular? 4 oy turdi. Oladingizmi, molni bolasimi? Nech puldan olgan? 48 millionga kelasizmi? Tarozi 48. Tarozi o'sha necha kilodan kelgan? 48 mingdan taroziga olgan ekanlar. 5 kilo ozgina balandroq. Balandroqdan 500 kilo balandroqdan kelgan ekan. Hozir aziz obunachilar yukidan yordam olingan ekan. Hozir 700 kiloga ozginadan kam kelyapti ekan. Hozirgi novosi ham 59,5 dan boqqan olishdi aka. Ko'rdingizmi katta novosi? Bularni 59 dan so'ralyapti ekan, berishmayapti ekan. Necha kilodan edi aka shular? 3 kilodan yeydi. 3 kilodan bir mahaliga 6 kilo. Qanaqa yem ozuqalarni berasiz? Kunjara kerak. Kunjara kerak faqat, ha? Seloschi. Selos ham yeydi. Necha kilo selos yeydi bir mahaligiz? To'g'ri, to'g'ri yeydi. 10 kilo avvalda yeydi. Qora to'g'rada bir to'g'ra bir mahaligiz yerkan akalar. Qora to'g'ra endi 10 kilodan oshiq yoki ozroq bo'lishi mumkin. Mana bu novoslarimiz mana. Mana shu ikkitasi bir kishiniki ekan, janob. Turishini qarang bular. Mana shu novoslar ham mana shunaqa novos bo'ladi-da. Mana shu Yangiqo'rg'on novoslari shunaqa novos bo'ladi. Xo'p, mana bu kichkina semiz kimdan aka? Aka nech pul aytasiz? 30 million kam bor. Pul berishdimi? 25 million savdosi bor. Bo'ylari 1.25 atrofida novosimiz aziz obunachilar 450 kilo abag'da kelib qoladigan novos. Lekin 400 kilo realni vazmin 450 kilo abag'da keladi. Taroziga chiqdimi aka? Necha kilo ko'ryapsiz? 470-480 kilo keladi deyishyapti. 25 million qancha bo'ldi dedingiz? 25 million savdosi bo'lyapti, berilmayapti. Mana u kimdan bu katta? Nech pul aytyapsiz aka buni? 36 million dedi. Boqmagan aziz obunachilar, boqma katta narsa 36 million kam bor. So'rashdimi? Nech pul so'rashdi aka? 28 million savdosi bo'ldi, berilmadi. Puroga bormi? Puroga bor ekan 28 millionga berishdi. Lekin mana yondagi vahshiy zo'r narsa ekan, ha, uni qarang. Ancha-muncha nasldor bo'lib qo'ygan, damini beradigan novoz ekan u. Vahshiy zo'r narsa ekan, akalar. Uni qarang. Bu kimdan bu? Siznikimi? Voy, mana kimdan mana novoz? Voy aka. Kimdan mana novoz? Qaysi? Voy, nima tortishgami? Nech puldan bo'lyapti tortishga? 50 Nech pul oyog'icha? 28 million real savdo bo'lyapti. Bozorda eng zo'r novoz ekan akalar. Bunaqa novoz kamdan kam chiqadi. 28 million deyishdimi? 550 kilo kelib qolsa kerak. Oshiqroq kelsa kerak. 28 million deyishdimi?
28 milyonga berishmaydi degan akalar, buni qarayni. Bunaqa novoz bor-ku. Adashib chiqmasa bo'lmasam chiqmaydi. Haqiqiy konkret novoz ekan. Orqasi haqiqiy angusi ham demin beraver ekan. Bu qarang, aksiyon narsa ekan. Ola kimdan ola? Ola kimniki? Nech pul aytyapsiz olani? 40 milyon kam bor. Savdosi bo'ldimi? 30 milyon savdosi bo'ldi. Taroziga chiqdimi novoz? Yo'q, chiqmadi. Nechini ko'ryapsiz? 600 kilo, 650 kilo chiqib qoladi deyishyapti. 600 kilo ozmoz vazminroq chiqishi mumkin, 50 kiloga qiynaladi lekin ha. O bo'ylari biri 30 plus, biri 35-40 atrofida. So'rashdimi? 30 milyon so'rashdimi? Bermadingiz. 30 milyonga berishmabdi. Taroziga so'rashdimi? Taroziga so'ralgani yo'q. Barakasini bersin. Necha oy turdi bu? Yemlar. 6 oy. Oladingizmi molni bolasini? Buni oldi o'tganli bahorda keldik. Bahorda. Qanchaga oladingiz dalada? Yurgan. 9 million 100 ga. 9 million 100 ga oladingiz. Hozir 30 millionga bermayapsiz. Taroziga savdosi bo'lganmi? Barakasini bersin. Mana katta shved kimniki? Shved qancha aytyapsizlar? 45 million kam bor. So'rashdimi? Qancha so'rashdi aka? 30 million? 35 million savdosi bo'libdi akalar. Bo'ylari 150 atrofida shved novosimizni 35 millionga berishmabdi. 45 million kam bor aytishyapti. Novos 700 kilo vaznroq kelib qoladi. Yaxshi narsa ekan. Lekin yana boqsa ham bo'laveradi. Hozir Tarozida ko'rdingiz-ku, Tarozida ko'rgan novosdan azobunachilar nima desa bo'ladi? Deyarli bir xil. Lekin yana boqsa bo'laveradi. Yaxshi narsa ekan. Qo'shqarlarmi, sog'lig'im bular? Qo'shqar nech puldan bo'ldi? Yaxshi narsa ekan bu ham. Shu oq shvedchi ketdi-yu Tarozidan tushib. Mana shunaqa gavda boshi bor. Kilasi ham shunaqa 700 kiloga bag'da. Ola kimdan ola? Ikkalasi bo'lyaptimi? Ola ikkalasi. Nech pul bo'lyapti ikkalasi? 75 million. Ola ikkalasiga? Ha, mana umi? Mana ikkalasi ekan, azobonashlar. 75 million real savdosi bo'lyapti. 75 millionga berilmayapti. Mana qarang. Mana akalar. Ertakka ham semirgan ekan, novoslar. Mashalloh, mana. Zo'r semirgan. Aytilishi qancha aytildi buni? Aytilishini qancha aytilyapti? Bitta adash. Azobonashlar, novoslarimiz xudo xolasa 750 ga 750 vazmin keladi mana unisi. Qora ola mana unisi 700 kilo atrofida kelib qoladi. 650 kilo vazmin keladi, lekin 75 millionga ikkitasini berishmayapti. Buni qarang. Janovarlar 75 millionga. Mashalloh. O'zi ham go'zal boqilgan ekan. Endi hozir savdosini nech pul aytilishi deb so'rasam 2 marta so'radim, javob berilmadi. Sababiki savdo qizyapti. Endi qayta so'ragani odam xijolat qilasin. Buni qarang. Mana aka. Bu gap bilan ovora bo'lyapti. Savdo bilan ovora bo'lyapti. Qarang. Mashalloh. Mana. Shuni qarang. Ay janovar. Ikkalasini aytish narxingiz qancha bo'ldi aka? 75 million yaxshi-ku. 80 million kam bor ekan, 75 million real savdosi bo'lyapti akalar. Mana 80 million jupiga kam bor, 75 million savdosi bo'lyapti. Mana kimdan aka? Bu mana oqomlardan orqada. Nech pul aytyapsiz aka buni? Nech pul aytyapsiz novoz? 45 million kam bor. Savdosi qanchaga bordi? Savdo kiloga buni. Kiloga nech puldan so'rashdi? 58. 58 mingdan savdosi bo'ldi, berishmabdi. 600 kilo vazn keladigan novosimizni 58 dan berishmabdi. Oldi orqa zo'r novoz. Plus go'shtdor, o'ta go'zal narsa ekan. Bo'ylari 140 xudo xolasa yeb qoladi. Mana u kimdan shved? O shved kimdan mana? Qaysi biri kimdan bu yerda? Mana uni 30 millionga ozgina o'tib berdim.
Qizilli oldidagini so'rashyapti, berishmayapti. 30 millionga. Azobunashli 500 kilo vazmin keladi, 30 millionga so'rashyapti, berishmayapti. Qisir semiz. Baraka bo'ldimi bu? Simentalli, rossiyskiy variantdan qisir semiz ekan. Tarozga tushyapti. Baraka bo'ldimi desam, yo'q deyishyapti. Novvoslarimizni ko'ringlar mana. Xo'p. Bu to'qol kimdan mana to'qol? Nechga aytyapsiz? 36 pul berishdimi? Qancha berishdi? 30 ga yaqin. 30 ga yaqin savdo bo'lib berishmabdi. Rosa boqadigan vaqt ketdi novvosi. Azobonishlar zo'r narsa ekan. Mana. Orqa qismidan bundoq ko'rdik-ku, lekin oldidan novvoslar o'ta go'zal. Buni qarang. Mana novvosi hozir shu 30 millionga qanchaga bermadim? 58 dan bermadim-da. 58 dan. Mana orqasidan ko'rdik. 58 dan berilmagan novvos mana shu. Mana ular esa ikkalasini 75 million savdosi bo'lyapti akalar. Mana shu ikkitasi 75 million savdosi bo'lyapti. Berilmayapti janovorlar. Mana bu ikkitasi. Oldini qarang. Novvoslar o'ta go'zal. Mana uni 35 millionga berishmayapti. 45 million kam bor aytilgan novvos. Haligi orqasi zo'r pachka novvos aytdim-ku. Mana o'sha novvosi oldi qismi. Orqasidan ko'rdik-ku, Angusi ham damini beragan orqasi dedik-ku. Mana o'sha novvosi oldi. Buni ko'ring. Oldini qarang. Mana. Novvoslar vashluqi zo'r. Xullas shunaqa akalar. Ketdik. Endi boqma novvoslarni ko'rib boramiz. Boqma novvos olago'sh variantlardan. Bular nech puldan aytilyapti akalar? 30 dan nechta? Ikkitasi. Mana kimdan mana ular? Lekin mana shu novvoslar asali terligan novvoslardek nima ekan? Mana katta boquvga tayyorladi. 500 kilo. Assalomu alaykum. 500 kilo vazn bo'lgan novvoslar yemga tayyor. Olago'sh. Ikkalasini nech pul aytyapsiz? 57 dan pul berishyapti. 57 mingdan taroziga savdosi bo'lyapti, berilmayapti. Novvoslar 500 kiloga qiynalroq kelib qolgan, ha? Nimaiki boqmaroq. Mana unisi endi kelib qolsa kerak-ku, mana unisi biroz qiynalsa kerak. Bu berilmagan narx qancha bo'ldi? 53 million oyog'iga 57 dan so'radi. 53 million oyog'iga 57 dan taroziga berilmabdi azobunashlar. Xo'p, yana qaysilar narxini bilasiz? Bo'ladi baho bor. Qorami? Ekdaysiz. Nech pul bo'ldi? Opodan nech pul aytyapsiz buni? Ha? Kimdan bu? Nech pul bo'lyapti bu? 35 kam bor. Savdosi bo'ldimi? 27-28 savdosi bo'lyapti. Bo'ylari 1.40 atrofida azobunashlar 27-28 ga berishmaydigan. Novvoslar mana shu hammasi boqma. Lekin mana shu qatorda turgan novvoslar bor-ku. Bir kishi shuni yig'ishtiradigan novvoslar ekanda. Nimaga? Hammasini badani zo'r, bir xilda, bir xil vaqtda tayyor bo'ladi. Xuddi o'zi hammasini egasi bor-ku, haligi bir joyda boqilgan kabi terib qo'yilibdi. Mana akalar. Yaxshi narsalar. Qurbonlik g'amini hozir yeydigan bo'laveryapti, o'sha asli bor-ku. Ketdik endi boqma o'spirin qo'shalarni ko'raylik. Qaysi biri bo'lyapti? Mana ikkinchidagi. Nech pul bo'lyapti bu? 26 million. Azobunashlar mana shu novvosimiz 26 millionga berishmayapti. Mana 26 million. 500 kilo vazmin keladi. Aytilyapti, berilmayotgan narx 26 millionga berilmaydigan. Mana uni qarang. Mana simental targ'ib. Hozir qoramol ko'rdik-ku. Ana shunaqa novvos bo'ladi. Hali yoshiga to'lmagan bo'lsa kerak. Simentalli oqbosh targ'ilidan. Xo'p, nech pul aytyapsiz bu janovar? 33 kam bor. Pul berishdimi? 27,5 savdosi bo'layotgan. Uni qarang. Bo'zaga hali. Bo'zalari qopmagan shoxlar. Shoxlari qopmagan. Necha oylik atrofida bor deysiz? 20 oylik, 22 oylik. Ha? 20 oylikdan o'tgan. Necha oylikdan? 20 oylikdan o'tgan. 20 oylikdan o'tgan ekan. Molli bolasimi? 20 oylikdan o'tgan deb aytishyapti akalar. Novvos qarang janob. Yo'lbars-ku, yo'lbars. Bu qarang, mashalloh. Bunaqa mollarni ko'rgan odamni siqiribdi. Bermagan narxingiz qancha bo'ldi? 27,5 ga bermadingiz. Aytilishi 33 kami bor. Xo'p, hurmatli aka-ukalar, 33 million kam bor, 27,5 savdosi bo'lib berilmabdi.
Telefon nomeri aytasizmi? 93lik 076 0406 ovozimiz 400 kilo xudo xohlasa indamay kelaveradi zo'r narsa barakasini bersin qiziqqanlarga nomerlarini qo'yib qo'ydik. Xo'p, qaysi biri savdo bo'lyapti akalar? Qancha bo'lyapti bu aka? 17,5 o'zimizni mana Yangiqo'rg'on Jaydar namozlaridan qo'ylari bir 25-30 atrofida 17,5 million savdosi bo'lyapti, berilmayapti. 17,5 million savdosi bo'lyapti mana shu ko'rib turgan namoz. Namoz sirob. Xaridorlar shunga yarasha bor. Qaysi biri sizlardan? Savdosi bo'lib turibdi. Qaysi biri savdosi bo'lyapti? 9,5 ga 19,5 savdosi bo'lyapti. Aytilishini necha puldan aytdilar? 25 milliondan kam bor. Bo'ylari 1.25 ga tortib qoladi. Bo'ylari novoslarimizni, lekin mana bunisi yuqoriroq, beli ham zo'rroq ekan. 19,5 dan savdosi bo'lyapti deysiz. Bunisi 19. Ha, bunisi 19, bunisi 19,5 savdosi bo'lyapti. Berilmayapti azoblanishlar. Boqma bu qoladi. 300 kilodan xudo qolsa kelib qoladi. 2 yoshga bormagan, 1,5 yosh, 1 yoshdan o'tib qolgan atrofidagi novoslar. Lekin yaxshi, Yangiqo'rg'on novoslarini bilganlar biladi. Kelapsa Qirg'iziston barodalarga damini beradi. Navbatdagi novoslarimiz ko'rish davom etamiz. Boqma Angushga shved gibrid variantdan bo'ylari 25 plus, lekin biroz ingichkaroq olgan. Boqsa bo'laveradi. Zotga gibrid bo'lgan buqa ekan. 19 million 500 ming savdosi bo'lyapti. Bo'ylari 1.25 plus 19 million 500 ming savdosi bo'lyapti. Berilmayotgan narxi akalar 20 million ustida bo'lsa gaplashamiz deyishyapti. 20 million ustida bo'lsa sotishadi. Bo'ladigan narsa ekan. Kallasi biroz qo'njin kallagu, lekin oldi orqasi kelishgan chiroyli novos. Navbatdagi boqma novoslarimizdan ko'rishni davom etamiz. Aka nechi pul aytyapsiz? Ha? Puli qancha bu Qashqan? Sразу yemga tashlaydigan novosidan 20 million kam bor. Pul berishdimi? Savdosi bo'lmabdi. Bo'ylari 18 million savdosi bo'ladigan berishmayapti. Siz nechi pul aytyapsiz aka buni? Ha? 23 million kami bor. Bozor pul berdimi? Savdosi bo'lmadimi? Qancha bo'lsa berasiz aka? Ha? Xudo biladi. Qaymoli bu aka? Qorapolvon. Qirg'iziston Parodagi mana shu Yangiqo'rg'onning moli ekan u. Qirg'iziston Parodagi 23 million kam bor aytishyapti. 330 kilo atrofida kelib qoladi. Bo'ylari 1.20 plus. Hozir orqasini ko'raylik. Orqada rosa mol yeydigan davri kelibdi mana shu novosi bor. Mana akalar. Boqsa bo'laveradi. Terisi ham parash ekan janovar. Savdosi lekin bo'lmabdi. 23 million kam bor aytilayotgan novos. Yemga tayyor variantlardan. Xo'p, shved qancha aytyapsiz? 26 kam bor, bo'ylari 1.30. Pul berdimi bozor? Pul berdimi? Qancha berdi? 23 million? 26 million kam borga 23 million savdosi bo'ldi. Bo'ylari 1.30 atrofida kelib qoladi. Azobona ishlamadim. 23 millionga berilmadi. Dala buqa 1 yoshdan o'tgan, 1,5 yosh atrofida. Siz nechi pul aytyapsiz oyoq qo'li kaltan? 22 dan kam bor. Kelasini ha? Yem yeb turgan variantda 350 kiloga qiynalibroq qolsa kerak-ku. Novoslarimizni bo'ylari 1.20 dan keladi. Ola go'shtdagi novoslar. Nima deydi? Qurbonlikqa boqib borsa bo'laveradi agar kuraga chiqqan bo'lsa. Mana uni kuraga borib o'xshadi. Buniki bilmadi. Bo'ybastlar o'sha 1.20 dan keladi. 23 dan kam bor deyapsizmi? 22 dan. 22 dan kam bor ekan. Savdosi bo'ldimi? So'rashdimi? Necha pul bo'ldi? 38 million. 38 million jupa. 38 millionga ikkitasini berishmabdi akalar. 38 millionga berilmadi. Mana navbatdagi novosimiz. Necha pul aytyapsizlar buni? 1 yasharlik novos azoblanishli. Bo'ylari 1.25 atrofida. 25 million ozgina kam bor. Oyoq qo'li uzun. Dehqonchilikmi? Dehqonlik. Ha? 1 yoshga endi to'g'ri. 1 yoshga endi to'ldi. Dehqonning moli ekan. Bozor pul berdimi? Endi kirib kelishyapti ekan. Mana. Endi kirib kelishyaptigan savdosi bo'lmabdi akalar. Qaysi biri bo'lyapti adash? Mana ikkilar. Nechi pulga? Qani? Qani? Ozgina ekan 34. Qaysi? Qaysi?
Aka, mana shuni ko'rsak bo'ladimi? Mana bu bilan bormi? Mana g'urroq. Ha, manami? O, arvagu. Aka, mana shu mollarni ko'rib olsak maylimi? Mana. Ha? Ko'ray. 60 million bo'lyapti. Oyoq qo'li uzun, mollar ozg'in, lekin suyalik, yaxshi narsalarga. Berilmayotgan narx qancha bo'lyapti? 33 million 600 mana shu ikkita novosimiz. Novoslar bir yasharlik novoslar, oyoq qo'li uzun, ozg'in ekan. Lekin mana unisi sifatliroq ekan. Bunisi sifatsizroq ekan, to'ni chiroyli ekan. Bu 33 million 600 mingga ikkalasini berishmayapti. Bular uchalasi 60. Mana uchtasini 60 millionga berilmayaptimi? Targ'il bilan. Targ'ildan Shvedgacha. Mana ularning bo'yi 1.25 dan keladi. Bu targ'il bilan Shvedgacha 60 millionga bermayman deysiz. 60 millionga. 60 millionga berilmaydigan. Novoslarimiz xudo xolisi o'sha 1 yoshdan o'tgan paltarashga atrofidagi novoslar ekan. Berilmayotgan narxi 60 millionga uchalasini berishmayapti. Mana ko'ringlar. 60 millionga. Tagi bormi? Yaxshi narsalar. Novoslar vaqti aka. Tagi bormi mana shu? Nomerini ayting masalan. 93lik. 93lik. 406 406 75 21. 75 21 nomerlarga qiziqqanlar aloqa Tagidan bor qilishgan. ashuni. Tagi bor ekan akalarimizda yaxshi narsalar ekan. Mollar yoqqan shu nomerini oldim. To'qollar ishqibasi bo'lsa to'qoldan yana bor. To'qollar nechta bor? 6 ta bor to'qol. 6 ta qora to'qol bor ekan. Zabuna ishlar. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Ketdik, yosh o'spirin qo'lidan ko'raylik. Qaysi biri bo'lyapti akalar? Mash sariq. Sariq nechta pul bo'lyapti? 16 million. 16 million. Toza joydan navoz ekan. 16 million 400 ming so'm savdosi bo'lyapti. Aytilish qancha? Boqma buqa lekin badani yaxshi ekan. 20 gacha. Aytilish qancha aytilyapti? Yaxshi. 16 million 400 ming so'm savdo bo'lyapti ekan. Bozorda mol bugun Qozonsoyidan ko'p mol chiqibdi. Qozonsoyga bunaqa mol chiqmagan. Navbatdagi 1 yasharlik novosidan qaysi biri bo'lyapti? Nech pulga? Ha, u 17,5 million. Aytilish qancha aytilyapti? 20 million. 20 million kam bor, 17,5 millionga berilmayapti akalar. Bo'ylari 120 keladi, 17,5 millionga berilmayapti. Mana shu ko'rib turgan novoz ekan. O'zimizni Meksin paroda novoslar. 17 million 500 ga berildi. Nech pulga oldingiz? Novoslar mana shu. Nech pulga aytilyapti? 1 yasharlik, 1,5 yasharlik novoslar. Nech pulga aytilyapti? Novoslar nech pulga aytyapsizlar akalar? Gapirishyapti, javob berisha olmayapti. Deb bo'lgandan keyin aytdilar, debdi. Hey, mana ular nech pulga aytyapsiz? Ular bilmas ekanlar narxini. Mana aka bilar ekanlar narxini. Bu aka gaplashyapti. Mana mol tepar ekan. Mana bo'yi 1.15 atrofida Qirg'iziston paroda. Nech pul aytyapsiz? 1 yasharlik novoz. Nech pul ekan? 20 million kami bor. Pul berishdimi? 20 million kam bor. Pul berishdimi? 17 million savdosi bo'ladigan yaxshi narsa ekanlar. Rosa men didimdagi novoz ekan. Yerga yaqin narsa ekan. 20 million kami bor. Bunisini qancha aytyapsiz? 42. Ikkalasini-ya? Anu ikkalasi. Mana ikkalasini 42 kam bor. Pul berishdimi? Bunga 20 million kam bor aytasiz, ha? Bunga qancha berishadi? Ha? 18 million. Boqishga tayyor 18 million savdo bo'ladigan azoblanishdi. 20 millionga. Ikkalasini mana ikkalasini 39 ga berishmayadi ekan. Lekin mana uni ovozlasa yog' bosadigan ovoz ekan. Zo'r yog' bosadi. Rahmat aka. Bozoringiz bersin. Mollaringiz uchalasi ham men dedimdagi novoslar ekan. Qachon oldingiz bularni? 1 oy oldin olingan. Nech pulga oldingiz 1 oy oldin uchalasini? Ikkalasini oldim. Ikkalasini qanchaga oldingiz? Ha? 30 ga? Hozir 39 ga bermayapsiz. 1 oy oldin 30 ga olgan ekan, hozir 39 ga bermayapti ekan. Barakasini bersin. Shunaqada bozor. Shved qancha aytyapsiz?
21 bo'ylari biri 15 atrofida. Bozor qancha berdi? 18,5 savdosi bo'ldi, berishmadi. 1,5 novoz. 18,5 millionga berishmadi. Barakotli qilsin. Qaysi biri bo'lyapti akalar? Hech pulga bo'lmayapti. 15 million. Bo'ylari biri 20 atrofida. Ingichkaroq, oyoq qo'li uzun ekan. Qancha bo'lyapti dedingiz? 15? 15 million. Aka 15 million savdosi bo'ladi ekan. Mana qaraylik. Toza joylar ekan. 15 millionga berilmayapti. Bo'yi biri 15, xudo xolasa. Mana zo'r ko'chat o'spirin qo'shalarni ko'ramiz. Qaysi biri bo'lyapti aka? 36,5. Bo'ylari biri 10 plus, biri 15 ga yaqin. 36,5 ga akalar. Ko'chat. Aka oyog'ingiz bosib qo'yma, xushol orqamdan xushol bo'ling. Mana ikkalasini. 36,5 dedingizmi? Ha? 36,5 ga mana shu ikkalasini berishmayapti. 8 oy abadagi novvosda. Bo'ylari 10 plusdan kelib qoladi. 36 million 500 mingga berilmayapti. Aytilishi qancha aytildi bu ikkalasini? 45 million kam bor aytishibdi. Aka pichog'ingiz bormi sumkangizda? Kirdida. Nima bor? Qoziq bormi? Ha? Navbatdagi novosalar savdo bo'layotgan. Hech pul bo'lyapti. Yo'q, biz oz qoldimi yo? Hech pul bo'lyapti. Ko'pini berib oldinglar. Qaysi biriga? Ag'im bag'mi? 21 million savdosi bo'lyapti ekan. Totding kaltaroq tot. 21 million akalar. Mana novosimiz mana bo'ylari 120 ga qiynaladi. 15 plus berilmayotgan narxi 21 mi? 21 ga berilmayapti akalar. Bo'ylari 15 plus 20 ga qiynaladi. 21 ga mollar o'ta zo'r ekan bu joylarimiz. Ikkalasini nech pul aytyapmiz ikkalasini? 27 million kam bor. Ikkalasini bo'y basti bir xil, tonida biroz farqi bor. Berilmayotgan narxi 21 ga. Mana unisini berishmayapti, chiroyligini. Kam bunaqa turib, rasmga aytdilar. Ikkalasi ham chiroyli-ku, badanida farqi bor, semizligida. Ikkalasi ham o'ta go'zal narsalar. Uni qarang. Bir-biridan chiroyli janob. Siz nech pul aytyapsiz bularni? Ha? Qancha aytyapsiz? 17 mana o'zimiz Jaydar novosidan 17 kam bor. Bo'ylari 10 plus. Pul berishdimi? 13,5 savdosi bo'lyapti, berishmayapti. 13,5 ga berishmayapti ekan, qarangni. Toza Jaydari. Bo'ylari 10 plus. Navbatdagi novoslarimizdan Shvedni qancha aytyapsiz? 23 kam bor. Pul berishdimi? 19,2 savdosi bo'ldi, maşallah. Bo'ylari toza 15. 19,2 savdo bo'ldi, berishmayapti. 9 million 200 ga. Mana akalar, xonadondagi narxlarni bexijolat solishtiringlar. Mana endi mana shu novoz hozir qancha bo'lyapti bilamiz. Nech pul aytyapsiz aka? 13. Ha? Qancha? Berilmayapti, ha? 13 million 300 mingga berilmayapti. Bo'ylari 1,5. Aytilishi qancha aka buni aytilishi? Narxi 14 million. 14 million. 14 million ozgina kam bor ekan. Bo'yi 1,5 keladi. Berilmayotgan narxi 13 million 300 mingga berilmayapti akalar. Xonadonda sotilayotgan novosani narxiga solishtirsanglar, yosh o'spirin bu qo'shalarning narxiga. Yangi Qo'rg'onda narxlar biroz qimmatroq. Xo'p, navbatdagi Jaydar uqalarimizdan nech pul bo'lyapti bu aka? 12 million. 12 million 100 ming so'm mana bo'yi 1,5 atrofidagi novosimiz berilmayapti. 12 million 100 ming so'mga aziz obunachilar. Mana. Qani endi mana 12 million 100 ming so'm, bo'yi 1,5 atrofida. Berilmayotgan narx 12 million 100 ga. Xo'p, buni qancha aytyapsiz yondagini aka? 20 kam bor. Bozor pul berdimi? Qancha berdi? 16 million mana yondagi turgan novosiga sifati, sortida ham farqi bor ekan, 16 millionga berishmayapti akalar. Mana bo'yi 1,5 kelaveradi. 16 millionga berishmayapti. Xo'p, navbatdagi mana bo'yi 1,5 plusroq kelib qoladi. Buni nech pul aytyapsiz aka? 17 million. 17 million kam bor. Pul berishdimi? Qancha berishdi? 15 dan 15 u 2 savdo bo'libdi, berishmayapti. 15 million 200 ga. Mana yosh buqachalarni narxini solishtirsangiz, qay arzonligini o'zingiz bilib olasiz. Hozir bu ikkalasi qanchaga baraka bo'ldi? 26 million 200.
21 milyon. 26 milyon maşallah. 200 ming. Boylari 1 metr plus keladi. 1.5 ga qiynaladi. 1 metr plus keladi. 26 milyon 100 ming ya. 200 ming aziz obunachilar. 13 milyon 100 ming so'mdan 1 metrlik go'zallarimiz baraka bo'libdi mana. 13 milyon 100 ming so'mdan baraka bo'libdi. Mana. 26 milyon 200 ming so'mga mana shu ikkita o'zimizning meshni paroda shved bilan qora ola barakasi bo'pti. Aziz obunachilar mana ko'ryapsiz. 1 metrdan bo'yi keladi. 26 milyon 200 mingga sotilibdi. Arqon almashtirishdi. Ketdik. Yosh buqachalarni ko'rishni davom etamiz. Mana u qancha bo'lganini bilmadingmi? Mana novoz sotildimi bilmadingmi? Sotilgan shuni ham chekkaga olib chiqib qo'yishibdi. Mana ular sotilgan novozchalar bular. Bilmaysizlarmi? Qani yosh o'spirinlardan mana. Mana bu yerda ham sotilib tushdi. Qancha bo'ldi aka bu shved? 17 milyon 250. Bo'ylari 1.10. Aziz obunachilar, bo'ylari 1.10. 17 milyon 250 ming so'mga baraka bo'libdi. Mana arqon almashtirishyapti. 17 milyon 250 ming so'm. Sortida, sifatida, chiroyida farqi bo'lganday, pulida ham farqi bo'ladi. 17 milyon 250 ga sotilibdi. Xo'p. Qaysi biri bo'lyapti aka? Nechta pul bo'lyapti? Bo'yi 1.5 atrofida. Nechta pul bo'lyapti? 11 milyon 700 so'radi. 11 milyon 700 ga berilmayapti. Aytilishi qancha aytilyapti? 13,5. 13,5 kam bor. 11 milyon 700 mingga berilmayapti. Aziz obunachilar, ko'ryapsiz. Fozilus akamiz juda arzon aytib qo'yibdi. Shuning uchun arzon so'rayapti ekan. Xo'p, yosh o'spirin sistemda go'zallar. Ish bilagan bular aka? Ish bilagansiz. Qancha beradi aka? 28 da ham. 28 sal yo'lida ayting, u 28 aka. Nechi pul? 26-25 savdosi bo'ladigan. Yakka-yakkaga nechi puldan aytasiz, Tohir aka? Yakka ana shiyam bilaman. Yakka-yakkaga nechi pul aytilyapti? Aka bu yakka-yakkaga nechi pul aytasiz? Yakka-yakkaga 14,5 dan beribman. 14,5 dan kam bor. So'rashdimi yakka-yakkaga? Ha, 13,5 dan. 13,5 dan yakka-yakkaga shu bitta o'g'il so'rabdi, berishmabdi. Aziz obunachilar, bo'ylar 95 dan kelib qolsa kerak. Bo'y bas, lekin beli uzun yaxshi narsalarga. Mana sistemda go'zallar, o'tga kirgan-ku. Endi sifatda beli uzun, chiroyli narsa ekanda. 13,5 dan berishmabdi. Aytilishi 28 aytilyapti ikkalasini bir joyga. Lekin bittaga 13,5 dan bermadik deb aytishyapti. Shunaqa akalar, bozorni ko'rdinglar, bugungi holatni mana qo'ldan kelgancha narx-navolarni ko'rsatib bordik. Like bosib qo'yishni unutmanglar aziz obunachilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bozorni manzil lokatsiyasi Fozilus Telegram kanalida bor. Albatta Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Hurmatli aka-ukalar. Mana u novoz qancha bo'ldi? Mana shu novoz. Bilmadinglarmi? Mana u novoz yangi arqon taqib qo'yilganiga bilishmabdi. Aziz obunachilar, sog' bo'lasizlar. Aka qancha bo'ldi oxiri? Qancha bo'ldi? 17 milyon 700 ga mana bo'ylari 1.15 atrofidagi novoz. 17 milyon 700 mingga chiqyapti bozorda. Bozorning manzil lokatsiyasi Fozilus Telegram kanalida bo'ladi. Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolamiz va mana sotilgan novozimiz oxirisini ko'rsatamiz. Nech pulga baraka bo'ldi? 17 millionga baraka bo'libdi akalar. Mana bo'ylari 1.10 ga yaqin. 17 millionga. Ana kalla o'shidan bitta ko'ralik shu novoz yaxshi, novoz ham yaxshi kerak. Novoz yaxshi. Ha, yaxshi novoz ekan. 17 millionga baraka bo'ldi. O'zimiz toza joylardan lekin suyaylik narsa ekan. Oldini qarang. Oldini kuchliligini 17 million to'ppa to'g'riga foydalangan olishibdi. Bo'ylari 1.10. Ha, chiroyli ekan. Suyaylik zo'r narsa ekan. Barakotli qilsin. Akalar, mana xonadonga solishtirsanglar, qay arzonligini ko'rib bilib olaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.